Nima qilasan, shuncha diademani bir oy taqasanmi yo'qmi, yotadi anta chang bosib. Sizga ham shunaqa deyishganmi? Shu diademani hammasi bitta qizga desam ishonasizmi? 21 xil diademani zakaz qilgan mijozimiz ham yaqinlariga aytganda, "Voy, bu nima qilasan shuncha diademani?" deyishgan ekan. Ularni hammasiga bir xil javob berdim deb aytib o'tdilar. Men umrim davomida faqatgina bir marta kelin bo'laman. Bunaqa esda qolarli, baxtli kunlarimni oddiy o'tkazib yubormoqchi emasman. O'zi aksessuarlar menga juda ham yoqadi. Sizni Instagramda ko'rib, diademalaringizni yaxshi ko'rib qolib, sirazi zakaz qilib yubordim, o'ylab o'tirmasdan. Bu diademalarimni har kuni har xil qilib ko'ylaklarimga moslab, kelin bo'lib tushgan uyimda chiroyli bo'lib yurmoqchiman. Biza qo'sh kelin bo'lib tushamiz, bo'lajak o'sinim bilan hozirdan yaxshimiz, bir-birimizni hurmat qilamiz, bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, oramizda saniki, maniki degan narsalar bo'lmaydi. Xudo xolasa shu diademalarimizni ham almashib birga har xil qilib taqib yuramiz deb aytdilar. Men bu mijozimizga eng baxtli kelinlardan bittasi bo'lishlarini tilab qolaman. O'zi aslida oddiy bitta qizni kelin qilib ko'rsatadigan narsalar shu o'zimizning milliy